Ba'zan zalımda chempion tarbiyalayman. Ba'zan esa ko'chada yo'qolib ketgan shogirdim haqida eshitaman. Eng og'riqlisi uni yiqitgan raqib emas, uni yiqitgan yur chiqamiz, bir gapni hal qilamiz degan soxta do'stlar bo'ladi. Ko'cha razboriga tortib kirganlar, bir lahzalikka erkaklikni sotganlar bo'ladi. Ba'zan yosh bola birgina janjal sabab panjara ortiga ketadi. Orzulari kamerada qoladi. Onaning duosi devorga urilib sinadi. Murabbiyning mehnati jimjitlikda yig'laydi. Eshit shogird, sening taning urush uchun emas, sabrni ko'tarish uchun yaratilgan. Sening kuching birovni yiqitish uchun emas, o'zingni yengish uchun berilgan. Asl jasorat mushti emas, aql va intizomdadir. Ko'cha senga medal bermaydi, razbor seni chempion qilmaydi. Qamoqxona seni buyuk qilmaydi. Ko'cha faqat vaqtni, nomni, kelajakni yutadi. Bugun obunachilarimdan har kuni xabar keladi. Falon bola yoshligida qamalib ketdi. Falon sportchi birgina janjal bilan hayotini yo'qotdi. Bu gaplarni o'qishdan yurak charchaydi. Agar yoningdagi do'st seni janjalga chorlayotgan bo'lsa, bil, u seni g'alabaga emas, jarlikka boshlab ketyapti. Haqiqiy do'st seni zalga yetaklaydi, ko'chaga emas. Bugun tanlagan yo'ling ertangi taqdiringdir. Gilamni tanla, intizomni tanla, kelajakni tanla.